Mani ismim Inoyatullo. Yoshim 20 da. O'rtog'imdan eshitib, shu Astrum IT Akademiya bo'lgan. O'shanga keyin borganman, o'qiganman. Adashmasam, birinchi o'zimning programmamni ham oyimning telefonlarida yozganman. Bu sohada muvaffaqiyatga yetish uchun kerak bo'ladigan narsalardan bittasi boyagi aytganimdek disiplina. Yomon holatda tutsangiz ham o'zingizni, qigingiz kelmasa ham bu siz disiplina u paytda sizdan olib chiqib ketadi. Ya'ni bu narsani qilishingiz kerak. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu uchun sentrlarga bog'liq emas, umuman hayotda self study qiladigan odam bo'lishingiz kerak. Hamma narsani o'zingiz o'qib o'rganishni, shu qobiliyatni o'zingizga singdirishingiz kerak. Communication skills ancha past bo'lgan odamlar ancha introvert bo'lib, o'zi bilan o'zi bo'lib ancha proyekt qilishadi. Lekin bu yaxshi narsa emas uncha. Ya'ni bitta o'zi odam bir narsani qilishi juda ham qiyin, juda ham ko'p vaqt oladi. Dasturchilikka kirib kelgandan keyingi eng katta xatolardan bittasi birinchi proyektimni qilayotganimda bo'lgan. Ya'ni bu o'zimga nima zo'r ko'ringan narsani boshlaganman. Oxirida proyekt tugashiga ozgincha qolganda qarasam, bu почти hech kimga kerak bo'lmagan proyekt bo'lib chiqqan. Ya'ni bu narsadan ancha yaxshi narsalar bo'lgan. Aynan men xohlayotgan narsa odamlarga unaqa kerakli narsa bo'lmagan. Ya'ni bozorni talabiga qaramasdan ish qilganman. Nima zo'r ko'ringani emas, nima talab qilinayotganini o'rganish kerak. Mani ismim Inoyatullo. Yoshim 20 da. Hozirda Cybernet AI kompaniyasida data scientist sohasida ishlayman. Yoshligimda adashmasam, ikkinchi sinf bo'lganimda adam menga kompyuter olib berganlar. O'shandan keyin har xil unda o'yinlar o'ynaganmiz yoshlik qilib, keyin har xil dasturlarni sinovga qilib ko'rib, buzib, tuzatib, qiziqishim oshgan kompyuterga. Keyinchalik har xil programmistlikka aloqador bo'lgan kinolar ko'rib, boshqa har xil perdachilar ko'rib, shunga qiziqishim oshgan va bu meni sohamligini tushunayotganman. Boshida YouTube'da o'zim self study qilib o'qiganman. Bunga inglizkini bilishim sababchi bo'lgan desam bo'ladi. Keyinchalik o'rtog'imdan eshitib, shu Astrum IT Akademiya bo'lgan. O'shanga keyin borganman, o'qiganman. Borganim o'zidan tezroq tugatishga, ya'ni qolganlardan tezroq tugatishga harakat qilib boshlaganman. O'zi bu o'zimda bor bo'lgan narsa. Keyin uni adashmasam 8 oyda tugatganman. IT yo'nalishida hamma sohaga o'xshab siz sabrli bo'lishingiz kerak, chunki o'rganish ancha uzoq vaqt talab qiladi. O'zingizni disiplinangiz bo'lishi kerak. Hamma sohada ya'ni bo'ladigan qiyinchiliklardan bittasi, eng kerakli skilllardan bittasi ham shu disiplina. Ya'ni har doim motivatsiyaga qaramasdan, o'zingizni qanaqa tutishingizga qaramasdan, qani o'qigingiz kelyaptimi, o'qigingiz kelmayaptimi, shuni o'qishingiz kerak. Bu sizning disiplina. Disiplina bu narsani hal qiladi. Disiplinangiz yaxshi bo'lsa, o'qiysiz, o'rganasiz, oxirida o'sha qo'ygan maqsadingizga erishasiz. Hozirda boyagi aytganimdek Cybernet AI kompaniyasida data scientist va o'sha AI developer sohasida ishlayapman. Undan tashqari, bu yoqda Softex kompaniyasida akam degan loyihada CTO bo'lib ishlayapman. Va hozir undan tashqari har xil startaplar ham qilyapmiz. Kelajakdagi maqsadlarimga keladigan bo'lsak, hammaga o'xshab, hammani nima deydi, buyuk programmistlarga o'xshab, o'zimni bitta kompaniyamni ochish. Bitta kompaniya degani bu, ya'ni katta texnologiya kompaniyasi va o'zimni IT maktabini ochish, ya'ni unda kasblar yetishtirib chiqish. Masalan, bironta yo'nalishni o'qish emas, ya'ni bitta kasbni boshidan boshlab o'qitib, ya'ni maktabni tugatgandan keyin hammaga o'xshab, ya'ni ishni topib ketadigan bitta yetuk mutaxassis chiqarish. IT sohasini tanlashimga o'zi yoshligimdan shunga o'xshash, ya'ni aniq fanlarga qiziqardim. Matematika, fizika shularni o'qigandan keyin tushunishim osonroq bo'lgan. Yoshligimda informatika kitobida har doim ochib ko'rardim bu narsani. Ya'ni birinchi kitob olingandan keyin ko'p kitob beriladi. O'shani birinchi bo'lib informatika kitobini ochib ko'rardim. Ichida nimalar bor, yangi yilda yana nimalarni o'qiymiz. Chunki hammamiz bilamiz u paytda, meni yoshligim paytimizda internet yaxshi bo'lmagan. O'zim telefonim litsey paytimgacha bo'lgan. Internet bo'lmagandan keyin shu kitoblarni ichidan titkilab ko'rib,
Adashmasam birinchi o'zimni programmamni ham oyimni telefonlarida yozganman. Chunki kompyuterimda internet bo'lmagan, Wi-Fi, keyinchalik karantin paytida adashmasam Wi-Fi'dan odamlardan so'raganman. Ungacha oyimni telefonlarida kod yozib ko'rganman. Keyin sekin-sekin Wi-Fi kirib kela boshlagan. Keyin shundan keyin YouTube'dan ko'rib, darslar ko'rib, qiziqishimni bilib, keyin bu narsa har safar kundan kunga qiziqishim ortgan. Keyin bu narsa meni sohamligini tushunib yetib, keyin shu narsaga ahd qilganman va shu paytgacha yetib kelganman, Xudoga shukr. Bu sohada muvaffaqiyatga yetish uchun kerak bo'ladigan narsalardan bittasi boyagi aytganimdek disiplina. Disiplina bu hamma sohada, hamma yo'nalishda kerak bo'lgan narsa. Ya'ni o'zingiz qo'ygan maqsadlaringizga intilayotgan paytingizda orada progressda bo'ladigan har xil tushkunliklar yoki настроение bo'lmasligi yoki nimadir o'zingiz boshqacha holatda his qilishingizni oldini oladigan bu disiplina bo'ladi. Ya'ni yomon holatda tutsangiz ham o'zingizni qilgingiz kelmasa ham bu siz disiplina u paytda sinab chiqib ketadi. Ya'ni bu narsani qilishingiz kerak, nima bo'lishidan qat'iy nazar. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu self study. Self study degani bu o'zingiz o'qib o'rganishingiz. Masalan, misol keltirishim mumkin. Har xil uchinchi sentrlarda borib o'rganamiz. O'rganganimizdan keyin siz o'zingizni darsdan keyin o'qib, izlanib, o'rganib, shu sohani mutaxassisi bo'lishga bo'lgan jarayon bu self study deyiladi. Chunki hammamiz bilamiz, hech qaysi o'qituvchi sizga 100% bilimni bera olmaydi. Ko'p narsani o'zingiz o'rganishingiz kerak. Bu uchinchi sentrlarga bog'liq emas, umuman hayotda self study qiladigan odam bo'lishingiz kerak. Hamma narsani o'zingiz o'qib o'rganishni, shu qobiliyatni o'zingizga singdirishingiz kerak. Yana undan keyingi skilllarimizdan bittasi, eng muhim skilllardan bittasi, bu hamma sohaga kerak. Bu communication skills, bu inglizchada communication skills deyiladi. Bu qobiliyatni desak bo'ladimi? Ko'pchilik nazar pisand qilmaydi. Buni uncha muhimligini sezmaydi. Bu communication skills bu juda ham muhim skilllardan bittasi. Communication skills bu qolganlar bilan muloqot qilish qobiliyati. Qancha sizni tanishlaringiz, o'zingizni shu sohadagi mutaxassislaringiz bo'lsa, ulardan yordam so'rashingiz mumkin, ulardan maslahat so'rashingiz mumkin, ular bilan birga har xil proyektlar qilishingiz mumkin. Communication skills ancha past bo'lgan odamlar ancha introvert bo'lib, o'zi bo'lib ancha proyekt qilishadi, lekin bu yaxshi narsa emas uncha. Ya'ni bitta o'zi odam bir narsani qilishi juda ham qiyin, juda ham ko'p vaqt oladi. Bir xil paytlarda bu imkonsiz bo'lib qoladi. Ya'ni siz qancha o'zingizni katta tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingiz shu sohadagi bilimdon, masalan, o'zingiz tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ular bilan birga proyektlar qilsangiz bo'ladi, birga harakat qilsangiz bo'ladi. Qisqa gap bilan aytganda, bu juda ham kerak qobiliyatlardan bittasi. Bu narsa sizni o'sishingizga juda ham yordam beradi va kelajakdagi proyektlaringizni ancha tezlashtirib beradi. Dasturchilikka kirib kelgandan keyingi eng katta xatolardan bittasi birinchi proyektimni qilayotganimda bo'lgan. Ya'ni bu nima xohlayotganimga qarab boshlaganman proyektni. Bunga ancha vaqtimni ketkazganman, 2 yildan oshiq vaqtimni ketkazganman va u paytda o'zimga nima zo'r ko'ringan narsani boshlaganman. Nima zo'r ko'ringan bo'lsa shuni qilganman, shu narsalarni qo'shganman. Oxirida proyekt tugashiga ozgincha qolganda qarasam, bu почти hech kimga kerak bo'lmagan proyekt bo'lib chiqqan. Ya'ni bu narsadan ancha yaxshi narsalar bo'lgan. Aynan men xohlayotgan narsa odamlarga unaqa kerakli narsa bo'lmagan. Ya'ni bozorni talabiga qaramasdan ish qilganman. Bu hozirgi aynan endi kirib kelayotgan dasturchilarda kuzatilayotgan narsa, nima zo'r ko'rinsa o'rganishadi. Ya'ni uni qanchalik kerakliligiga qaramasdan bozorda unga to'lashadimi, yo'qmi? Bozorni talabiga qarab ish qilish kerak. Katta ehtimol bilan u narsa agar bozorda talabi katta bo'ladigan bo'lsa, u sohada ish topishingiz ham, u sohada proyekt qilishingiz ham, u sohadagi proyektingiz muvaffaqiyatli bo'lishi ham shunga bog'liq. Shuning uchun nima zo'r ko'ringani emas, nima talab qilinayotganini o'rganish kerak. Eng ko'p ishlatadigan dasturlarimdan bittasi bu VS Code. Sababiki men deyarli hamma programmalarimni shu dasturda yozganman. Sababi uni qulayliklari juda ham ko'p va doimiy tarzda qolgan dasturchilar tomonidan uni yangilab boriladi va har xil sizga yordam beruvchi ish qurollari desak bo'ladimi, extension va toollar qo'shib boriladi. Nima ishlayotganingizga qarab, nima ustida ishlayotganingizga qarab, qaysi dasturlashtirilishda ishlayotganingizga qarab, o'ziga kerakli bo'lgan yordamchi ish qurollarini, ya'ni o'sha extensionlarni qo'shib olishingiz mumkin. Bu sizni ishingizni ancha osonlashtiradi. Yosh dasturchilarga maslahat, meni
eng ko'p yaxshi ko'rgan kodlarimdan bittasi bu Mark Zuckerbergga. Ya'ni ko'pchilik dasturchilar bitta loyiha qilayotganida birinchi holatda uni zo'r qilib keyin chiqaraman deyishga harakat qilishadi. Ya'ni uni birinchi perfect qilishmoqchi bo'lishadi. Mark Zuckerberg bitta gapi bor. Ideas don't come fully formed, they become clearer as you work on them. Ya'ni ideyalar shundoq to'liqligicha kelmaydi, shundoq perfectligicha kelmaydi. Birinchi uni prosta boshlagin, ustida ishlagin, keyin ishlaganing sari u senga tozalanib boraveradi. Ya'ni fikring tozalanadi, keyinchalik xatolaring ko'rinib boradi ish jarayonida. Ya'ni bironta dastur yoki bironta startap boshlayapsizlarmi? Boshlamoqchi bo'lsanglar ham prosta boshlaydi u narsani. O'ylab o'tirmanglar uni. Ideya ham bunaqa bo'lsa-chi, bunaqa bo'lsa-chi, prosta ishni boshlanglar. Keyin uni ko'rsatasizlar, proyekt tayyor, ko'rsatganinglardan keyinchalik xatolar bilinadi. U narsani yo'lda to'g'rilab, uni ustida ishlaysizlar. Shu dasturchilarga maslahat bo'ladi.